Kichkintoy Panch bilan tanishing. U yaponiyalik. Tug'ilganiga 6 oygina bo'lgan maymuncha ko'pchilikning mehrini qozondi. U onasi tashlab ketgach, yumshoq o'yinchoqni ona o'rnida bag'riga bosib yuribdi. Panch 2025-yil 26-iyulda tug'ilgan. O'shanda uning vazni atigi 500 gramm edi. Onasi birinchi marta tug'gani va yoz issig'i sabab kuchsizlangan, bolaga qaramagan. Shundan keyin parvarishchilar uni qo'lga olib, sut bilan boqib katta qilgan. Odatda maymun bolalari xavfsizlik his qilish uchun onasining juniga yopishib yuradi. Panchda esa afsuski bunday imkon bo'lmadi. Shunda xodimlar unga sochiq va turli yumshoq o'yinchoqlar berib ko'rgan va u orangutan ko'rinishidagi o'yinchoqni tanlagan. Qarovchilarning aytishicha, o'yinchoq hali ham uning uchun onadek. Panch maymunlar guruhiga qo'shilishga uringan, lekin boshqalar uni yaqinlashtirmagan. Bugun Panch hali ham o'yinchog'ini mahkam quchoqlab yuradi, ammo u boshqalarga qo'shilishni, mustaqil yashashni o'rganmoqda. Bu voqea bir narsani eslatadi. Mehr va e'tibor nafaqat odamga, balki jonivorlarga ham zarur. Hatto kichik bir o'yinchoq ham tirik jonga taskin bo'la oladi. Siz Panch haqida qanday fikrdasiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring va vaqt o'zini kuzatishda davom eting.